Amerika chumilisi izlab topgan yupurmoqlarni parchalab, kichik parchalarini uvisiga ilib keladi. Uvidagi chumililar bo'lsa, u yupurmoqlarni chaynab ezidi. Maydonga kelgan yeshil xemirni bo'lsa, eg'izlarining ostidagi xaltasida zapas saqlangan g'izolari bilan oralashtirdi va ustiga boshqa o'lgan chumililarni qatadi. Natijada ozuqliq qimmati yuqori bo'lgan bir xemirga erishadi. Vaqtning o'tishi bilan bu xemir paxollashib, ustidan gumbi madaklar o'nib chiqishga boshlaydi. Yangi tug'adigan bir chumula yangi bir uvisini yasaydigan vaqtda muvofiq bir yer izlaydi va u yerni topgan vaqtda u yerga eg'izidagi zapas saqlash xaltasida saqlab olgan gumbi madak azmisini tashlaydi. Ondan bu gumbi madakning orasiga tuxum tug'adi. Ondan keyin bu tuxumlardan bir qanchisini chaqadi. Endi bu ajoyib faoliyatlarning siri shudur. Bir mezgildan keyin tuxumdan chiqqan chumililar g'izolari tayyor qilingan bir holatda topalaydi. Barliq hayvonlarni qo'yib, faqat shu yangi tug'ilgan chumililarning rizqining qandoq qilib dal vaqtida yetkazilib beradiganligi tafakkur qilinsa, Allohga iymon etish uchun yetarlik bir dalil bo'lmamdi.